Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa bifshteks tayyorlaymiz. Bizga kerakli bo'ladigan masalliqlarimiz guruch kerak bo'ladi. Guruchimiz bu yerda 2 piyola. 1,5 piyola grechka ishlatamiz. 1,5 kilodan oshiq kartoshka ishlatamiz. Tuxum kerak bo'ladi 5-6 dona. Ukrasheni bezatishimiz uchun pomidor, bodring, ko'katdan foydalanamiz. Va 600 gram 1,5 kilodan oshiq farsh ishlatamiz kotletimiz uchun. İşimizni bismillahirrohmanirrohim deb garnirlarimizni pishirib olishdan boshlaymiz. Garnirlarimiz pishgunga qadar kotletni ham tayyorlashda harakatini qilamiz. Kartoshkalarimizni qaynatish uchun to'g'rab gazimizga qo'yib qo'yamiz. Pyurega tayyor bo'lib turishi uchun. Hamma kartoshkamizni shu tarzda to'g'rab olamiz. Kotletimiz uchun qiymamizga va chesnoklarni ham ko'rkadan o'tkazib olamiz. Mayda tomonidan 5-6 dona zubchik chesnokni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Va albatta farshimiz o'ta yog'li bo'lgani uchun mana buxanka 2-3 kusok buxankani ichi tomonini o'yib oldim va kartoshka 2-3 dona o'rtacha kattalikda kartoshkani ham o'tkazib olamiz. Mayda tomondan o'tkazib olamiz. Qiymalarimizga mana shu nonimiz bilan kartoshka, chesnoklarimizni qirg'ichdan o'tkazib oldik. Endi bir dona tuxum chaqib olamiz bunga. Va yaxshilab aralashtiramiz. Qiymamizni yaxshilab aralashtirib, buni yaxshilab urib olamiz. Mana shu tarzda yaxshilab 5-6 daqiqa yaxshilab birikishi uchun urib olamiz shuni. Kotletlarimizni xuddi shu shaklda zuvolachalarga bo'lib oldik. Hozir pishirishda yana bunga shakl berib, figuraga kirgizib pishiramiz. Endi hozir qilganimdan 15-16 ta chiqdi. 600 gram farshdan. O'ta katta ham, o'ta kichik ham bo'lmadi, o'rtacha kattalikda qildim. Yapti. Endi bismillahirrohmanirrohim deb guruchimizni ham ozgina yog'imizni quyamiz. Va guruchimizni qovurib dimlab qo'yamiz. Guruchimizni 2-3 daqiqa qovurib, tuz berib, suvini quyib dimlaymiz. Guruchlarimizni 2-3 daqiqa qovurib, suv berib dimlaymiz. Guruchimizga endi ozgina slivichli maslamizni solamiz. Eriguncha qovuramiz yana. Shuning uchun o'simlik yog'ini kam soldik. Slivichli maslada guruchni mazasi ham o'zgacha shirin bo'lib chiqadi. Tuzimizni soldik, tapga ko'ra endi suvimizni quyamiz. Olovimizni pasaytirib, dimlab qo'yib qo'yamiz. Pastroq olov qilib qo'yamiz gazimizni.
Kotletlarimizni qizib turgan yog'imizga birin-ketinlik bilan tashab pishirib olamiz. Ikki tomonni yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Pyurelarimiz bilan qaynab tayyor bo'ldi. Endi bunga slivichniy maslalarimizni solib olamiz. Va ezamiz. Tuzlarni tabga ko'ra solganmiz. Garnirlarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Mana kotletlarimiz ham pishdi. Pyuremizni ezsak tayyor bo'ladi hammasi xudo xolasa. Taomlarimiz tayyor bo'ldi. Endi garnirlarimizni qo'yib olamiz. Pyurelarimizni ham qo'yib chiqamiz. Albatta kotletlarimiz. Istagan shaklda bezatib, ishtaha ochar qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Ketchup mayonezdan foydalandim men. Ta'mga ko'ra. Hammaga yoqimli ishtaha, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Ustiga podlivka qilmadim. Podlivka xohlasangiz tomat, un bilan, piyoz bilan qovurib podlivka qilsangiz ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, rahmat.